Mahsulotni sotmasdan uning ko'chati bilan ham daromad qilish haqida eshitganmisiz? Navbatdagi tadbirkorimiz aynan mana shu yo'nalish bilan shug'ullanadi. Mana shu ko'chatchilik bilan shug'ullanamiz 25 yildan beri. Fevral oyida ekib yetishtirib, aprelda shu 20lariga chiqaramiz savdoga. Ko'chatlarimiz rayhon bor, bolgariski bor, baqlajon bor, achchiq qalampir bor. Pomidorlarimiz 3 xil, 4 xil sorti bor. Hammasini o'zimiz tabiiy chiqaramiz. Mana bodring ko'chatlar ham chiqaryapmiz. Yerda tayyorlab olamiz. Kuzda tayyorlab, bellab hammasini unaqa qilib qo'yamiz. Keyin bahorda, erta bahor, fevral oyidan boshlab ekishni, qadoshni boshlaymiz. Ustiga salafan tortib, yopib, undan keyin chiqishdan oldin bularni hali begona o'tlardan obработка qilib chiqarib olamiz. Keyin ko'chatimiz chiqqandan keyin o'sha issiq sovug'iga qarab, oziqali dori-darmonlarini beramiz vaqti soatida. Suvlarini beramiz vaqtida. 4 sotik, 5 sotik yerga ekamiz. Ularda endi bozorga qarab sotiladi narx-navosi. O'rtacha daromadimiz 60-70 million daromad qilamiz. Buni ekkanimizdan keyin hozir birinchi partiyani olganimizdan keyin ikkinchi partiya yana ekib chiqaramiz. Bu shunday qolmaydi. Uchinchi partiyasiga keyin o'zimizga yeyishga mahsulot chiqaramiz. Hozir 4 sotik, 5 sotik uyda orqasida ham bor. Erta ham bolgariski baqlajonlarimiz bor. Ular ham yetishib qoldi. Shu biroq haftaligimiz qoldi, chiqaramiz savdoga. Ballarimiz ishli hammasi. Faqat bu bilan o'zim shug'ullanaman ko'proq. Mana shu kichkina joydan ham unumli foydalanib, shu yerdan daromad olib, oilamizga yordam qilsamizni qo'shib boryapmiz. Ko'chatni o'zidan ham daromad qilsa bo'ladi, ozgina joydan ham. Mana shu 4 sotik, 5 sotik yerimizdan unumli foydalanib, shu ko'chatchilikdan foydalanyapmiz. Mana Angren bo'ylab qilgan bir kunlik sayohatimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, bugungi ko'rsatuvimiz ham siz azizlar uchun manfaatli bo'ldi. Kelasi ko'rsatuvda yana yangi manzilda qiziq mavzular bilan uchrashguncha omon bo'ling.